28-fevral birinchi smena tushgan savollar. Birinchi misolni ko'ramiz. Bu yerda 50 ta 6, 50 ta 5. Misol uchun qaranglar. Ikkitasini qo'shib ko'rsataman. Qo'shish bo'lsa 11 bo'ladi, to'g'rimi? O'rtada 2 1 keladi. Ya'ni 2 ta bo'lgan payti o'rtada bitta 2 kelyapti. 2 ta chetda 1. Mana bunda ham 666 ni qo'shgan paytimizda ham misol uchun qaranglar. 555 ga 1 2 2 1. Mana shunaqa holat bo'ladi. Endi 50 ta bo'lsa-chi? Nuqta nuqta. Bunda ham 5 ta 50 ta. 1 qolgan hammasi 2 2 2 bo'lib ketadi, nuqta nuqta. Ki oxirida yana bitta hosil bo'ladi. Mana bunda xulosa qilish kerakki, bu yerda nechta bo'lsa, shunchadan bitta kami 2 bo'ladi. 50 ta bo'lsa, bu yerda 49 ta 2 bo'ladi. Ya'ni A javob. Ikkinchi misolda 10 lik asrga aylantirib yechganimiz ma'qulmi deyman? Qaranglar. Birinchi buni bajarganimizda 2,28. Mana bu nimaga teng bo'ladi? 4,35 ga teng bo'ladi. Ayiramiz. Ya'ni minusdan 2,7 chiqar ekan. Endi 12 butun nimaga bo'lishimiz kerak? 4 dan 1 ga. Ko'paytirilgan bo'ladi. 9 pastga tushadi. Noto'g'ri kasrga aylantirganimizda 4 yuqoriga. 9 ga bo'lib 4 ga ko'paytirganimda javob 100 dan 92 ga teng bo'ladi. Ya'ni 0,100 dan 92. Minusda. Endi mana bu qavs uchun ishlab olsam 2 dan 1 deganimiz 0,5, 1,8 dan 7 deganimiz u 1,875 ga teng bo'ladi. 125 ga ko'paytiraveramiz. Surat mahrajini o'shanda pastga ming keladi. Ayiramiz. Boshga mana buni yozib qo'ygan 0,92. Bu yerda ayrilgan qavs ichida javob hisoblaganimizda 0,4 mingdan 455 bo'ladi. C javob. Uchinchi masalada A va B shaharlar berilgan ekan. Ular orasidagi masofa 275 kilometr. Bu tomonda mototsiklchi yo'lga chiqsa, bu tomonda velosipedchi. Endi qaranglar. Buning tezligi 50 bilan harakatlanadi, bir-biriga qarab deyapti. Buning tezligi esa 20. Velosipedchi yo'lda 15 minutdan oldi. 15 minut deganimiz bu 4 dan 1 soat bo'ladi. Endi bir tomonga harakatlanganligi uchun tezliklar qo'shiladi. Ya'ni t vaqtdan keyin uchrashsa 50 ko'paytirilgan t qo'shilgan 20 ko'paytirilgan t ayrilgan 1/4 bo'ladi. Chunki u dam olgan paytda harakatlanmaydi velosipedchi. Barobar ikkalasi birgalikda 275 ni bosib o'tish kerak. Shu tenglamani ishlaganimizda bunga qo'shamiz. Qavsni ochib 70. Buni ko'paytirganimizda -5 barobar 275. 70 barobar 280 bo'ladi. Shu yerdan t 4 soat bo'lsa, bizdan so'rayotgan narsa ular uchrashgan paytda mototsiklchi bosib o'tgan masofani s barobar ko'paytirilgan barobar, ya'ni b javob chiqar ekan. 200 kilometr masofani bosib o'tadi. Keyingi misolda bizga uchburchak berilgan, to'g'ri burchakli uchburchak. Uning gipotenuzosi berilgan 3 ilzosida 5 ga teng. Katetlarni A va B deb oladigan bo'lsa, katetlarning bir katetini 133,3 dan 1% ga, ikkinchi katetini esa 16,3 dan 2% ga oshirildi. Hosil bo'lgan katetlar yig'ini 14 ga teng. Oshirganimizda foizni kasrda olib ketish uchun qaranglar, mana 3 dan mana buni 400 ga teng bo'ladi. Bunga mana shuncha o'zi oldingisi 100% edi-yu, 100% ni qo'shamiz. Barobar 3 dan 700 bo'ladi. Foizda bu. Endi qismda bo'lsa, o'sha yangi hosil bo'lgan A katetning 3 dan 7 nima bo'ladi? 3 dan 7 bo'ladi.
songa aylantirgan paytimizda. Nargisi ham shunaqa. 16,3% bo'lsa, bu ham 3 dan 50 bo'ladi. Bunga ham 100% ni qo'shish kerak. Foizda uni ham kasrga songa aylantirgan paytimizda 3 dan shuni qaranglar. 6 dan 700 deylik. 6 dan 700 endi songa aylantirganimizda 6 dan 7 qismga teng bo'ladi. B katetini 6 dan 7 bo'ladi. Ikkalasini qo'shganimda mana oshirganim mana shunaqa bo'ladi. Necha foizga teng? Foizmi 14 ga teng, foiz debman. 14 ga teng bo'ladi mana. Endi mana shu yerda 7 ga bo'lib 6 ga ko'paytiradigan bo'lsam, qaranglar, 6 ga 7 ga bo'lganimda 2 qoladi. 6 ga ko'paytirsam 2a qo'shilgan b mana maxrajdagi barobar nimaga teng bo'ladi? 12. Endi boshdagi bilan sistema qilamiz. Ya'ni a kvadrat plus b kvadrat barobar bizda nimaga teng? 3 ilzosti 5 ning kvadrati, ya'ni 45. Bu yerda 2a plus b barobar 12 ga teng bo'lyapti. Endi sistema qilsam mana shu yerdan b ni topaman. 12 minus 2a bo'ladi. 10 yoqqa qo'yaman. A kvadrat plus 12 minus 2a ning qavs kvadrati barobar 45. A kvadrat plus 144 minus 48a plus 4a kvadrat barobar 45. 5a kvadrat minus 48a plus 99 barobar 0 ga teng bo'ladi. Diskriminant hisoblab topadigan bo'lsanglar 18 ning kvadrati keladi, ya'ni 324. Bu yerdan a1 deganimiz a2 ni yozib ketaman. 48 plus minus 18 maxrajda esa 10 bo'ladi. Ya'ni 2a ku. Bu yerda birinchi ildiz 3 bo'ladi, ikkinchisi esa 66 bo'ladi qo'shganimizda, ya'ni 6,6. Ikkinchi ildizimiz. B ni topgan paytimizda b 12 minus 2a ku mana. 12 minus 2 ning o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsam, javobi 6 chiqadi. Endi biz 6,6 ni qo'ya olmaymiz, chunki b katet manfiy bo'lib qoladi. Shunda katetlari 3 va 6 ekan. Bizdan yuzasini so'ragan, s barobar a katetlarni ko'paytirib yarmini topadigan bo'lsam, 3 ko'paytirgan 6 bo'lingan 2 barobar 9. Javob a. 5-misolda 3 dan 2 ning minus 3-darajasi bo'lsa, manfiy degani kasr teskarisi, ya'ni 2 maxrajga tushadi 3 yuqoriga. Buning 3-darajasi ko'paytirilgan. Mana bu qaranglar. 1 dan 875 degani bu 1,7 dan 1,8 dan 7 degani mana shunaqa minus birinchisi. Barobar 8 dan 27 ko'paytirilgan nimaga teng bo'ladi? 8 yuqoriga chiqadi. 8 ga 1 ni ko'paytirsam 8, 7 ni qo'shsam 15. 15 maxrajga tushdi, ya'ni teskarisi. 8 bilan 8 qisqarib ketadi. Mana buni qisqartirsam maxrajda 5 qoladi, tepada 9. Bu ham 9 taqsim 5 barobar 1,5 dan 4. C javobda ekan. 6-misol bu takrorlangan, oldin ham tushuvdi. Ishlaydigan bo'lsam, qaranglar, 6 ning kvadratini chiqarib olsam shu yerda, ya'ni mana shu 666,666 deganimiz bu 6 ning kvadrati ko'paytirilgan 111,111 ning kvadratiga teng. Maxrajdagi mana bu 111,111 ning kvadrati bo'ladi. Qayerdan kelib qaranglar, mana oson yo'li, masalan uchun 11 ning kvadrati nimaga teng? 121. 111 ning kvadratichi. 111 ning kvadrati 12,321 bo'ladi. Ya'ni 3 ta bo'lsa mana bu yerda 3 ta turadi. Narga olib ketaveradi. Misol uchun bizda nechta turibdi? 6. Ya'ni bu 6 ta 1 yoziladi. 111,111 ning kvadrati bo'ladi. Ilzosti mana shu ikkalasi qisqarib ketadigan bo'lsa, 6 ning kvadratidan ilzosti, ya'ni 6 dan 6 ning kvadrati 6 ga teng. Keyingi misolni ishlaydigan bo'lsam, mana buni qaranglar. Kub ilzostida qaysi a misol uchun a bo'ladigan bo'lsa, bu 6-darajali ilzosti a kvadrat bo'ladi. Ya'ni uni kvadratga oshiraman. 6-darajali ilzosti 7 minus ilzosti 40 ko'paytirilgan. Kvadratga oshirganimda qaranglar. 5 ning kvadrati mana 5 qo'shilgan ikkalasining ko'paytmasi ikkilanganligi bo'lsa ilzosti 10 qo'shilgan 2 bo'ladi. To'g'rimi? 5 ga 2 ni qo'shamiz 7. Bu 2 ni ichkariga kirgizgan paytimda ilzosti 40 bo'ladi mana.
4 bo'lib kiradi ichkariga, ilzosi 40 bo'ladi. Ya'ni mana shuning musbati keladi. 7 qo'shilgan ilzosi 40 bo'ladi. Bu ham 6-darajali ilzosida. Keyin ko'paytirilgan 3 ilzosi 9 barobar. Ikkalasi bir xil darajali ildiz bo'lgani uchun ikkalasi bir ildizga kirgizib yozsam bo'ladi va ularni ko'paytiraman. Ko'paytirgan paytim mana yozib olaman. 7 minus ilzosi 40 7 plus ilzosi 40. A minus B, A plus B ning formulasida, ya'ni 7 ning kvadrati minus ilzosi 40 ning kvadrati keladi. Bu ham 6-darajali ilzosimda nimaga teng? 49 dan tepasiga yozib ketaman. 49 ayrilgan 40 bo'ladi. Mana shu ilzosida 9 bo'ladi. Ko'paytirilgan ilzosi 9. Mana buni o'zi nimaga teng? Mana bu yozib qo'yibmiz-ku. U ham 3 ning kvadrati bo'lgani uchun kub ilzosi 3 ni beradi. Bu yerda kub ilzosi 9, ikkalasi bir xil darajali ildiz bo'lgandan kirgizib olsam, kub ilzosi 27. Bundan javob 3 ga teng bo'ladi. B javob. Keyingi misolda arifmetik progressiyada A3 teng A1 plus A2 degani, A3 deganimiz A1 plus 2D barobar A1 plus A2 deganimiz A1 qo'shilgan D ni beradi. A1lar ketadi, D ni bu tarafga o'tkazsam 2D minus D barobar A1. D barobar nimaga teng bo'ladi? A1 ga. Endi o'rniga qo'yadigan bo'lsam, A1 deganimiz D, A2 deganimiz 2D bo'ladi, A3 deganimiz 3D. Barobar 384. Ko'paytmasi 6D kvadrat barobar 384. D kvadrat barobar kub deganim, uzr, kub 64 bo'ladi. D barobar kub ilzosida 4. Ya'ni 64 deganimiz 4 ning kubi. S 10 chiqadi. Topishimiz kerak. S 10 degani A1 plus A10 bo'lingan 2 ko'paytirilgan 10 bo'lishi kerak. Qaranglar. Bu nimaga teng? D ga teng. A10 deganimiz 10 ga teng bo'ladi, chunki ular bir-biriga teng. Qo'shamiz, ko'paytiramiz barobar. 11D bo'ladi. 11D ning o'rniga 4 qo'yamiz, ko'paytirilgan 10 ni 2 ga bo'laman 5. Javob 220 bo'ladi. To'qqizinchida mana shuni kvadratga oshiraveramiz ikkala tarafini. Kvadratga oshirgan to'g'ridan to'g'ri yozib ketaman. B2 ning kvadrati plus B3 ning kvadrati qo'shilgan 2. Qavschida B1 B2 qo'shilgan B2 B3 qo'shilgan B1 B3 bo'ladi. Barobar 19 ning kvadrati 361. Endi mana buni o'rniga qo'yib ayirib olamiz. Qaranglar. Mana bu 133 ga teng-ku. 361 dan 133 ni ayiraman. Hamda 2 bilan 2 ko'paytirganimizga bo'lamiz. B1 B2 qo'shilgan B2 B3 qo'shilgan B1 B3 barobar 361 dan ayiramiz 133 ni, keyin bo'lamiz 2 ga. Bu yerda 228 ayirganimiz 2 ga bo'lsam 114 chiqadi javobi. Endi mana buni o'rniga qaranglar. B2 ning o'rniga B1 ko'paytiruv quvni qo'yaman. B1 quv qo'shilgan B1 quv B3 deganimiz B1 ko'paytirilgan quv kvadrat. Har bittasi orasida ko'paytirish bor. B1 ko'paytirilgan B1 ko'paytirilgan nima bo'lib turibdi? Quvning kvadrati. Barobar 114. Endi shu yerdan qaranglar. B1 ning kvadrati quvni qavsdan tashqariga chiqarsam 1 plus bu yerda quv qo'shilgan quvning kvadrati qolishi kerak mana. Mana bunda o'zi quv kvadrat qoladi, bunda quv qoladi. O'rni almashtirib to'g'rilab yozib qo'ydim. 114 ga teng. Endi bizga boshida berilgan mo'ki B1 ni chiqarib olsam mana shunda qavsdan tashqariga 1 plus quv kvadrat barobar nimaga teng bo'ladi? 19 ga. Endi mana shu bilan nisbat olaman. Ya'ni mana shunga nisbat olamiz. B1 ko'paytirilgan 1 plus quv kvadrat buni 19 ga nisbat bo'ladi.
Shu yerda b1 ko'paytirilgan q barobar nimaga teng bo'ladi? 6 ga teng, ya'ni b2 6 ga teng chiqadi. b2 teng 6. Endi qni topish uchun mana bu boshda b1 qo'shilgan b2 qo'shilgan b3 barobar 19 ku. Shu yerda b1 deganimiz, ya'ni b2 taqsim qni beradi. Qo'shilgan b2 6 ga teng, 6 ni qo'yib ketdim. Qo'shilgan bu 6 q ga teng barobar 19. Buni soddalashtiradigan bo'lsam 6 q kvadrat minus 13 q plus 6 barobar 0 bo'ladi. Buni ham ko'paytuvchiga ajratish uchun mana bunday ko'rishga yozib olsam, 6 ga ko'paytiraman ozod qadrini 36 bo'ladi. Qaranglar. Bunda ko'paytuvchiga ajratganimizda shunda q minus 9 q minus 4 bo'ladi. Buni ham 6 ga bo'lib qo'yamiz. Ildizi nimaga teng bo'ladi shunda? Q barobar qisqartirib yuborsam 3 taqsim 2 q barobar 2 taqsim 3. Agar mana bu misolda kamayuvchi deb bergan, o'suvchi bo'ladigan bo'lsa buni olamiz, kamayuvchi bo'ladigan buni. Chunki birdan kichik bo'lish kerak. Kamayuvchi bo'lsa q 2 taqsim 3 bo'ldi, b1 topdik. Endi s5 ni topamiz. S5imiz b1 ko'paytirilgan q ning 5-chisi minus 1 yoki 1 minus q desak ham bo'ladi. 1 minus q ning 5-chisi mahrajda 1 minus q. O'rniga qo'ysam 6 ko'paytirilgan 1 minus 2 taqsim 3 ning 5-darajasi mahrajda 1 minus 2 taqsim 3 barobar hisoblaymiz. Qaranglar, b1 ni o'rniga 6 qo'yapman. b1 ni o'rniga 6 emas, nima bo'ladi? Buni 3 dan 2 ga bo'ladigan bo'lsa b1imiz 9 chiqadi. 9 men qo'yib yuborganman, bu yerga 6 qo'yib yuborman. Shu yerga e'tibor berasizlar. Mahrajda qaranglar, 3 dan 1 bo'ladi-ku, u ham 3 ga chiqadi, yuqoriga chiqadi, 27 bo'ladi. Qavschida 1 ayrilgan 2 ning 5-chisi 32, 243, 3 ning 5-darajasi. Barobar tepada 211 bo'ladi. Mahrajda esa bu bilan bu qisqarib ketadi. Mana yozaman shuni ham 27 barobar qisqarsa 9. 211 taqsim 9. Bu deganimiz 23,9 dan 4 ga teng bo'ladi. Mana. Shunda B javob chiqar ekan. Keyingi misolga o'tamiz. Bunisi oson, qaranglar. X topadigan bo'lsam 4y bo'ladi. Endi o'rniga olib kelib qo'yamiz. X o'rniga qo'yganimizda 4y qo'shilgan y qo'shilgan 3 mahrajda 4y qo'shilgan 6y qo'shilgan 6 barobar surati 5y qo'shilgan 3 bo'ladi. Mahrajda esa 10y qo'shilgan 6. Ya'ni past nimani beryapti? 5y qo'shilgan 3, mahraj esa 2 ni chiqarib yuboramiz. 5y qo'shilgan 3 ni beradi. Bular qisqarib ketadi. Mana shu shart, albatta shu shartni berganligi uchun, bo'lmasa nol bo'lib qolishi mumkin edi. Bu ham 2 dan 1 bo'ladi. Mana. Bu shart mana shu yerda kerak, ya'ni mahraj 0 ga teng bo'lib qolmaydi shunda. B javobda berilgan. Keyingi misolni qaranglar. Mana. Bunda surat va mahrajini x kvadrat y kvadratga ko'paytirib o'ramiz. Endi shu yerda mana bundan faqatgina x y ni qavs ichiga ko'paytiraman. Nargiz turib turadi, qaranglar. X y. Mana bu x y ni qavs ichiga ko'paytirganimda y qo'shilgan x qo'shilgan 1 hosil bo'ladi. Narigi qavs ichida x qo'shilgan y ayrilgan 1. Endi mahrajga qaranglar. To'liq ko'paytirib chiqaman. Shunda birinchisida y kvadrat har bittasiga ko'paytiramiz-ku. Har bittasiga qo'shilgan x kvadrat qo'shilgan 2xy ayrilgan nima qoladi? 1. Barobar. Suratda o'sha narsa o'zgarmaydi. Mahrajini ishlab ketaman, qaranglar. Mahrajini ishlaganimizda mana bu nimani beradi? X, hozir bunga yozsam, qizil bilan yozaylik. X qo'shilgan y ning qavs kvadratini beradi. Bu yerdan -1 ning kvadrati desam, mana shu ifoda nimaga teng bo'ladi? X qo'shilgan 1, ya'ni a kvadrat minus b kvadrat bo'yicha -1, x plus y plus 1. Tushunmaganlar uchun yana mana bu a kvadrat minus b kvadrat formulaga qo'ydim.
a minus b x plus y ni a deb oladigan bo'lsanglar, a minus b a plus b ni beradi. Mana shu yerdan kelib chiqdi. Endi bu yoqda nima bo'ladi? X, y tepada y qo'shilgan x qo'shilgan 1, x qo'shilgan y ayrilgan 1. Mahrajda x qo'shilgan y ayrilgan 1, x qo'shilgan y qo'shilgan 1. Qo'shiluvchilarning o'rni almashgan bilan yig'inda o'zgarmaydi. Mana bu bilan mana bu nima qiladi? Qisqarib ketdi. Bu bilan bu qisqarib ketadi. Javob x, y qoldi. Keyingi 12-misolda kosinus alfa berilgan, sinus alfani topamiz. Sinus alfa deganimiz zosti 1 minus kosinus kvadrat alfani beradi. Bu yerdan 1 minus 3 taqsim 5 ning kvadrati bundan nima chiqadi? 16 taqsim 25 bo'ladi. Ilzosti bu ham 4 taqsim 5. Ishorasichi, chunki birinchi chorak deyilgan, sinus birinchi chorakda musbat bo'lganligi uchun 5 taqsim 4 ning o'zi chiqadi. Endi biz tangens alfani topganimizda tangens alfa sinus alfa taqsim nimani beradi? Kosinus alfani beradi. Buni topganimizda sinus alfa 4 taqsim 5 ga teng. Kosinus alfa 3 taqsim 5. Bundan chiqadi 4 taqsim 3. Kotangens alfa deganimiz nimaga teng bo'ladi? Kotangens alfamiz tangenisimiz 4 taqsim 3 bo'ladigan bo'lsa 1 taqsim tangens alfa, ya'ni 3 taqsim 4 chiqadi. Endi taqqoslaymiz buni, qaranglar. A deganimiz nimaga teng bo'ldi? Ya'ni sinus alfa 5 dan 4. B deganimiz mana tangens alfa 3 dan 4. S deganimiz kotangens alfa 4 dan 3. Bu yerda eng kattasi B, A kattami, S mi? Ikkalasini solishtiramiz. Chunki B 1 dan katta bo'lib turibdi. E'tibor bersanglar. 5 dan 4 kattami, 4 dan 3 kattami? Bunga mahraj berib yuborsanglar, mana bu albatta 5 dan 4 katta bo'ladi. Ya'ni A katta S dan. S A B qaysi javobda? S javobda ekan. 13-misolda qaranglar. Betdan topib olamiz. Beta deganimiz 180 minus 2 alfani beradi. Endi o'rniga olib kelib qo'yamiz mana bu yerda. Kosinus alfa minus ilzosti 3 kosinus bettan o'rniga 180 minus 2 alfani qo'yamiz. Barobar 0. Kosinus alfa mana bu yer plusida kosinus 180 minus alfadan nimaga? 3 mana kosinus ikkinchi chorakda manfiy bo'lganligi uchun minusdan qo'yiladi. Minus ilzosti 3 bu kosinus 2 alfani beradi. Teng 0. Kosinus alfa minus ilzosti 3. Endi qaranglar. Kosinus 2 alfa deganimiz 2 kosinus kvadrat alfa minus 1 ni beradi. Barobar 0. Kosinus alfa minus ilzosti 3, ya'ni qosini ochib olamiz. 2 ilzosti 3 kosinus kvadrat alfa plus ilzosti 3 ni beradi. Barobar 0. Shu yerdan kosinus x ni a deb yozib olsam, kosinus alfani a deb yozib oladigan bo'lsam, 2 ilzosti 3 a kvadrat minus a minus ilzosti 3 barobar 0. Bu tenglamani ishlaganimizda 1 plus 24 bo'ladi, ya'ni diskriment 25 ga teng. Shunda a1 deganimiz 1 plus 5 mahrajda 2 ilzosti 3 ko'paytirilgan yana 2 bo'ladi. 2a ku. Suratda 6, pastda 4 ilzosti 3. Buni ham qisqartirib oladigan bo'lsak 3 ilzosti 3, ya'ni irratsionaldan ham qutqaraman. Mana 6 bilan 4 ni qisqartirsam 3 taqsim 2 bo'ladi. Ilzosti 3 ga ko'paytirib oldim 3. Ilzosti 3 taqsim 2 bo'ladi. A2 deganimizchi. Bu yerda 1 minus 5 taqsim 4 ilzosti 3 bo'ladi. Barobar bu ham minus 1 taqsim ilzosti 3 ga teng bo'lib qoldi. Bizda mana shuni yechim qilib olamiz birinchi chorakda. Kosinus alfa a deb olgandim. Ilzosti 3 taqsim 2 ga teng bo'lsa,
alfa barobar necha gradus bo'ladi? 30 gradus bo'ladi. Endi betani topganimizda 180 minus 2 alfa edi, to'g'rimi? 2 ko'paytirilgan 30, betamiz 120 bo'ladi. Bizdan alfa minus betdan so'ragan. Alfamiz 30 ga teng, betamiz 120. Modulni so'ralgan bu 90 ga teng bo'ladi. 90 gradus qaysi javob ekan? C javob. Keyingi misolda buni yozib olaman. Shuni qora qilsam. Ikkining ikkinchi darajasi 4 deganimiz x kvadrat minus x ayrilgan 0,2 qilsam yaxshiroq. 17. Qaranglar, bu yerda 2 ning x kvadrat minus x-inchisi, mana bu 2 ni nima qilib yozaman? 2 ning ikkinchisi deb yozaman. Va bu ko'paytirganda darajalar qo'shiladi. 256 barobar 0 ga teng. Biz belgilab oladigan bo'lsak, 2 ning x kvadrat minus x-inchisini biror bir a deb belgilasam, bu a kvadrat bo'ladi. A kvadrat minus 17 ga 2 ning ikkinchisini ko'paytiraman, 68. A plus 256. Bu ham nimani beradi? A minus 64, A minus 4 barobar 0. Bundan A barobar 64, A barobar 4lik kelib chiqadi. O'rniga qo'ysam 2 ning x kvadrat minus x-inchisi barobar 64 deganimiz 2 ning 6-inchisi. X kvadrat minus x minus barobar 6 ga teng bo'ladi. Bundan x kvadrat minus x minus 6 teng 0 chiqadi. Qaranglar, keyingisini qo'yganim ham shu joyga yozib ketaman. 2 ning x kvadrat minus x-inchisi barobar 2 ning ikkinchisi bo'ladi. X kvadrat minus x minus 2 barobar 0. Ikkalasi ham diskriminant musbat. Haqiqiy ildizlar yig'indisi bunda 1, bunda ham 1. Ikkalasini ham qo'shamiz, javob 2. Javob. Mana shu yerda yana bitta narsa aytib o'taman. Qaranglar. Shu tekshirgan paytimizda x1 x2 larni topib chiqsanglar ham bo'ladi, lekin bizda yig'indisini so'radimi? Sirazi d ni ko'ringlar. Ya'ni ildizga ega emas, tenglamamiz. Egami bo'ldi yig'indisi. O'sha x1 x2 ni yig'indisi va terimasiga qo'yib ketsanglar, tezroq chiqadi javobi. Endi 15-misolga o'tamiz. Haqiqiy ildizlar ko'paytmasini so'rabdi. 3 dan 2 ayrilgan logaritm x asosga ko'ra 3. Shu joyga e'tibor beringlar. Mana buni yozib olaman. 1 taqsim logaritm 2 asosga ko'ra 3 deb. Endi mana buni o'zi nimaga teng bo'ladi? Ko'paytirilgan 1 taqsim 5 logaritm 1 taqsim 5 qayerdan keldi? 32 degan 2 ning 5-inchisi bu oldiga 1 taqsim 5 bo'lib tushadi. Logaritm 2 asosga ko'ra x ayrilgan. Qaranglar. Mana shu yerga ham 5 dan 2, mana bunisi 1 taqsim 2 x ning darajasi bu tomonga 2 bo'lib tushadi oldiga, logaritm x asosga ko'ra 3. Endi soddalashtiradigan bo'lsam 3 dan 2 ayrilgan logaritm x asosga ko'ra 3 barobar. Shu yerni alohida yozib tushuntirib ketay. Shunda hamma uchun manfaatli bo'ladi. Mana buni o'zini e'tibor berib turinglar. Tushunmay qolmasligi uchun 1 taqsim 5 ko'paytirilgan bo'ladi. Logaritm 2 asosga ko'ra x yuqorida turibdi, logaritm 2 asosga ko'ra 3 pastda turibdi. Bu nimani beradi degan bo'lsanglar, bu logaritm 3 asosga ko'ra x ni beradi. Shu joyga e'tibor beringlar. Endi biz belgilash kiritib olsak bo'ladi. Logaritm x asosga ko'ra 3 ni a deb belgilasam, bunisi 1 taqsim a ni beradi. Endi o'rniga qo'yaman. 2 taqsim 3 ayrilgan a barobar 1 taqsim 5 ko'paytirilgan, mana bu nimaga teng bo'ldi? 1 taqsim a. Bu yog'ida 4 taqsim 5 a. Endi hammasini bitta tomonga o'tkazib olaman va mahraj tanlab yuborsam, bu yerda 1 taqsim 5a minus 5 dan 4a plus a minus 3 dan 2 barobar 0 ga teng bo'ladi.
15a ga ko'paytirib yuboraman. Ya'ni bunga 3 dan beriladi. Bunga mahraj tanlaganda xuddi 3 dan, bunga 5 dan, bunga 15 dan. 3 ayrilgan 12 a kvadrat plus 15 a kvadrat minus 10a teng 0. 3 a kvadrat minus 10a plus 3 barobar 0. Tepadan yozsam, qaranglar buni a kvadrat minus 10a plus 9 ko'rinishida yozib olsam, shunda bu nimani beradi? A minus 1, a minus 9. Buni ham 3 ga bo'ladigan bo'lsam 3 dan 1. Bu tomoni ham 3. Shunda a barobar 3 dan 1. A barobar nimaga teng chiqadi? 3 ga. Endi o'rniga qo'yamiz. Logaritm x asosiga ko'ra 3 barobar a ni o'rniga 3 dan 1 ni qo'yadigan bo'lsam, bu yerda nimani beradi? Yoki xuddi teskarisini qilib yozsanglar ham, misol tushunishlar uchun mana bunaqa. Logaritm 3 asosiga ko'ra x barobar 1 taqsim a desa. Shunda x barobar bu yerda nimaga teng bo'ladi? A ning o'rniga 1 taqsim a ku. Nargisi 3 ga teng bo'ladi. X barobar 1. X barobar 1 emas, x barobar 3 ning 3-chisi bo'ladi 27. Ozgina xatosh ketdim. Mana bu yerda keyingisida 3 ga teng ku. U 1 taqsim a bo'lganligi uchun 1 taqsim 3 qo'ydim. X barobar bu yerda 3 ning 1 taqsim 3-darajasi bo'ladi, ya'ni kub ilzosti. Izlar ko'paytmasi bo'lsa 27 ko'paytirilgan kub ilzosti 3. Mana shunaqa. Bu C javobda chiqadi. Keyingi 16-misolda x ning 4-chisi ayrilgan 2027 faktorial. Mahrajdan 2025 ni chiqarib yuboramiz. 2000 ya'ni 2025 faktorialni chiqarsam 2026 qo'shilgan 1 qoladi. Bu ham 2027 ga teng, to'g'rimi? Bu qisqarib ketadi. Mana bu yerda 2027 faktoriallar qisqargan payti 2026 faktorial ko'paytirilgan, ya'ni 2027 qoladi-yu faktorial qisqarib ketsa, 2025 gacha bo'lgan sonlar. 2027 bilan 2027 ham qisqarib ketsa, 2026 ni o'zi qoladi. Barobar 2000 qo'shilgan 2025 barobar 0. Endi shu yerda x ning 4-chisi minus 2026 x kvadrat plus 2025 barobar 0. Bu yerdan ajratadigan bo'lsam 2025 x ning kvadrati minus 1 qoladi. Teng 0. Undan ham 2025 bu 45 ning kvadrati. X barobar plus minus 45, x barobar plus minus 1 chiqadi. Nechta butun yechimga ega bo'lsa, javobi 4 ta bo'ladi. Keyingi misolda sodda usuli bor, qarab tursanglar. Mana bu 2025 45 ning kvadrati. Ayrim nimalarda mana shu ilzosida 2025 bo'lib ketdi. Ayrim manbalarda, ya'ni o'sha chiqqan misollarda babi 45 ga teng. X ning 4-chisi minus 45 ning kvadrati yu 2025. Uning kvadratining kvadrati bo'lsa 45 ning 4-darajasi bo'ladi. Minus ilzosida modul x minus 45 barobar 0. Buni qavslarga ajratib ishlasak ham bo'ladi, lekin eng qulay varianti qaranglar, x ni o'rniga 45 qo'ysam to'g'ri keladi. Ya'ni x barobar 45 da ham, x barobar minus 45 da ham ikkalasi ham nimaga teng bo'ladi? 0 ga. Butun yechimlari soni desa 2 ta chiqadi. Grafik bo'yicha kestirib ko'rganda ham albatta 2 ta bo'ladi yechimlari. Grafik bo'yicha mana bunaqa x ning 4-chisi minus 45 ning 4-chisi barobar minus ilzosti minus emas, ilzostida minus 45. Shunaqa. Chizib oladigan bo'lsam minus 45 plus 45. Buning grafigi mana shunaqa o'tsin. Mana bu qiymat, lekin qaranglar.
x o'rniga 0 qo'yganimizda nimaga teng bo'ladi? -45 ning 4-si bo'ladi. O'sha nuqtada grafikda shunaqa tasvirladim. Endi tepadagi qanaqa o'tadi? Mana bu tarafga qarab ketadi mana. Ya'ni mana shu nuqtalarda kesishadi faqat. Qolgan nuqtada kesishmaydi. Misol uchun 46 ni qo'yinglar, y barobar 1 degan nuqtaga kelib chiqadi mana. O'sha 46 da. Mana bunaqa. Ya'ni bunga qo'yganimizda. Ikkita yechim. Keyingi misolda ko'ramiz. Bu yerda tepani ajratadigan bo'lsam, qaranglar. Modul x yokida x ni t deb belgilab olsanglar ham bo'ladi. Modul x ni t deb farq yo'q. t-2 t-5 ni beradi. Buni o'rniga modul x ni o'zini qo'yib qo'yaman. Ya'ni modul x minus 2 modulda x minus 5. Maxrajdagi nimani beradi? X minus 3 ning qaysi kvadratini beradi. Kichkina nolda. Soniqidan 0 ga teng bo'lgan nuqtalarni yozib olamiz. Ya'ni mana modul x 2 ga teng bo'lsa nimaga teng bo'ladi? Minus 2 ga. Mana bunisi minus 5. Yozib ketaman. 0 ga teng bo'lgan nuqta x barobar plus minus 2 ga teng bo'ladi. Nargisida x barobar modul teng bo'lgan payti plus minus 5 bo'ladi. Pastda x teng 3 chiqadi. Har bittasini 0 ga tengladim. Shunda minus 5 minus 2 bu yerda 2 3 5. Hech qaysi biri 0 ga, ya'ni qanoatlantirmaydi. Ya'ni 2 ham, 5 ham, 3 ham ildiz yechim bo'la olmaydi. Musbatdan boshlaymiz. Musbat, manfiy, yana manfiy bo'lib ketadi. Chunki mana bu kvadrat bo'lgani uchun takrorlanadi. Musbat, manfiy, musbat. Bizga qaysi oraliq kerak? Manfiy oraliq kerak. Mana bu, mana bu, mana bu. Minus 5 dan minus 2 gacha, 2 dan 3 gacha, 3 dan 5 gacha kiradi. Tengsizlikni nechta butun yechimga ega debdi? Minus 4 mana bu oraliqda minus 3 bor. Bu yerda butun son yo'q. Birlashma qo'yib ketishimiz kerak edi. Bu yerda faqat 4 bor orasida. Butun yechimlar soni 3 ta ekan. Buni belgilash kiritsam osonroq bo'ladi. Mana buni t desam bu t kvadratni beradi. Bu yerda shart kiritamiz. 2 minus x katta yoki teng 0 dan desam bo'ladi. Chunki tenglik qo'yganim sababi 0 ni qo'ygan paytimizda, ya'ni 0 dan kichik son chiqadi. X kichik yoki teng 2 dan bo'lishi kerak. T kvadrat minus 5 t minus 6 kichik 0 dan bo'lgan ildizlari minus 1 bilan 6 bo'ladi. Bizga qanaqa yechim? Musbat, manfiy. Bizga manfiy kerak. Minus 1 dan 6 gacha. O'zi qaranglar, ildiz t deganimiz ildiz-ku. Uni biz belgiladik. Ya'ni ildiz ostida chiqadigan son 0 dan katta bo'lishi kerak. Nima 0 dan katta deb qo'ysam 0 dan 6 gacha olinadi. 0 dan 6 gacha. Chunki manfiy bo'lmaydi u. 0 dan 6 gacha bo'lsa, qo'shnichilik ko'rishda yozsam 0 dan katta t 6 dan kichik. Buni ham yozib olamiz. T o'rniga o'sha oldingi belgilaganim qo'yaman. Ildiz ostida 2 minus x ni qo'yib olamiz. 6. Kvadratga oshirib oladigan bo'lsam 0 dan katta 2 minus x 36 bo'ladi. Endi har bittasidan 2 ni ayirib chiqamiz. Minus x bu yerda 34. Minusga bo'lib yuborsam qaranglar 2 katta minus 34. Endi oralig'ida nechta son bor? Bu yerda 2 kirmay qoldi. Shu yerda 2 kiradi, lekin 34 kirmaydi. Qaranglar. Minus 34 dan 2 gacha bo'ladi. Bu yerda kiradiganlarni butun yechimlarni sanashimiz kerak-ku. Minus 33 dan minus 1 gacha olganinglarda nechta son bo'ladi? Minus 1 gacha. Mana, tushunishlar uchun 33 ta, keyin 0 1 2 3 bular 3 ta. Qo'shadigan bo'lsam javob 36 ta chiqadi. Ya'ni mana shu yerdagi kiradigan yechimlar soni 36 ta. Butun yechimlar soni nechta? 36 ta. 20-chi. Rasmda fx funksiyasi tasvirlangan. Mana bu yerda s x emas, ya'ni ozod xat berilganda s bo'lishi kerak shu yerda.
Parabola 3ning koordinatasi bizga berilgan. Qaranglar. Mana shu yerda s nimaga teng bo'ladi? Ya'ni mana shu tenglamadan y barobar ax kvadrat plus bx plus c bor-ku, shundan x o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsam, y barobar c ga teng bo'ladi. Bu ham nimaga teng bo'lyapti? 3/5 dan 1 ga. Endi bizda parabola 3 berilgan. X nolimiz nimaga teng edi? Minus b taqsim 2a barobar bu 3 ga teng. Endi y0 5 ga teng ekan, ya'ni 3 ni qo'yganimizda 5 barobar 9a plus 3b. Ya'ni x o'rniga 3 qo'ysam 5 chiqishi kerak. Plus 3/5 dan 1. Mana shu yerdan kelib chiqadi endi qaranglar. B ni topadigan bo'lsam b barobar minus 6a bo'ladi. O'rniga qo'yarsa ham bo'ladi. Shunda bu yerga olib kelib qo'yganimizda minus 18 bo'ladi. 5 minus 3/5 dan 1 9a minus 18a. Bu yerda 1/5 dan 4 qoladi. Bu ham 5 dan 9 degani. Barobar minus 9a a ni topadigan bo'lsam minus 5 dan 1. A barobar minus 5 taqsim 1. B ni topamiz. Minus 6 ko'paytirilgan minus 5 dan 1. Bu ham nimaga teng bo'ladi? 5 dan 6. Endi kvadrat tenglama hosil bo'ldi. Y barobar nima bo'ldi? Ya'ni funksiya deganimiz fx funksiya deb yozaylik shuni. Barobar minus 5 dan 1 x kvadrat plus 5 dan 6 x plus 3/5 dan 1. Endi 18 ni qo'yamiz. F 18 deganimiz barobar minus 5. Qaranglar, x kvadrat to'g'ridan to'g'ri yozib ketaman. Tepasiga 18 ning kvadrati taqsim 5 qo'shilgan 6 ko'paytirilgan 18 taqsim 5 qo'shilgan mana bu ham 16 taqsim 5 bo'ladi. Barobar buni hisoblaganimizda minus 200 taqsim 5 bo'ladi. Bu ham minus 40 chiqadi javob. C javobda ekan. Quyidagi integralni bajaramiz. Minus 1 dan 1 gacha. Qaranglar, buni mahrajda x kvadrat chiqarib yuborsam ko'paytirilgan 1 taqsim x kvadrat plus 1 bo'ladi, to'g'rimi? Endi buni ikkita nima shaklda yozib olsam, ya'ni minus 1 dan 1 gacha 1 taqsim x kvadrat minus 1 taqsim x kvadrat plus 1. Mana shu shaklda yozib olsak bo'ladi. Dx barobar bu integraldan 1 taqsim x kvadratdan minus 1 taqsim x chiqadi. Mana bunisi esa 1 taqsim x kvadrat plus 1 degani arctangens x ni beradi. Chegarasi minus 1 dan 1 gacha barobar. Boshida 1 ni qo'yamiz. 1 ni qo'yamiz. Minus 1 minus arctangens 1. Endi qaranglar, orasi minus bo'lish ayriladi-yu. Minus 1 ni qo'yganimizda 1 minus arctangens minus 1. Minus 1 minus arctangens 1 ga pi taqsim 4 ga teng. Minus 1 mana bu minus pi taqsim 4 ga teng bo'ladi. Minus pi taqsim 4 bo'ladi. Bu bilan plus bo'ladi, yana bu bilan minus bo'lib ketadi. Minus pi taqsim 4. Shunda javob minus 2 minus pi taqsim 2 chiqadi. B javobda. 22-savolda qaranglar. Buni fx deb olsam mana buni. Yoki belgilash kerak, xullas. Bir marta hosil oladigan bo'lsam, bu x ning nechanchisi bo'lib qoladi? 19-si keladi. Bu tomonda. Hozircha chap tarafini ishlaylik. 3 20 oldinga tushadi. 3x plus 4 ning
darajasi. Ichkaridan hosil olganimiz ham ko'paytirilgan 3. Yana bir marta hosil oladigan bo'lsam 2 marta bo'ladi. 3 ko'paytirilgan 20 ko'paytirilgan 19 ko'paytirilgan mana bu 3 yana 3 chiqadi-yu, ichkaridan hosil olganimizda. 3x plus 4 ning 18 darajasi bo'ladi. Uni hisoblasam 10.260 bo'ladi. 3x plus 4 ning 18 darajasi. Endi mana bu yerda x larning o'rniga nima qo'yilgan? Qaranglar. Xuddi o'sha koeffitsiyentlar 17 ko'paytirib 18, ya'ni bu tomondan ham 2 marta hosil olganimizda keladiganlar turibdi. Keyin x ning o'rniga minus 1 qo'yib yuboradigan bo'lsam, o'shanda ishorasi almashib keladi. Ya'ni x ning o'rniga minus 1 qo'yamiz. Xuddi shunaqa narsaga teng bo'ladi buni o'zi. Barobar 10.260 minus 1 ni qo'yadigan bo'lsam, minus 1 ning 18 darajasi juft bo'lib, 10.260 chiqadi. Bunda B javob ekan. B javob. Keyingisi 23. Aylananing vatari deyapti. 8 ga teng 90 gradusli yo'l tortib turadi. Mana bu 90 gradus ekan. Aylana radiusini topish kerak ekan. Bu ham radius bo'ladi, bu ham radius. Ya'ni 2r kvadrat barobar 64 bo'ladi. R kvadrat barobar 32. R barobar 4/2 ga teng bo'ladi. C javob. 24-savolda nechtasi funksiya bo'ladi degan. Qaranglar. Hech qaysi funksiya x o'qiga simmetrik bo'lmaydi. Nimaga desanglar? Misol uchun fx barobar ixtiyoriy bo'lsin, misol uchun x o'rniga 5 qo'yadigan bo'lsa, fx barobar 5 da 3 degan qiymat hosil qilsin. fx barobar 5 da minus 3 ni hosil qila oladi. Mana misol uchun mana bunga qarab. Bu narsa mumkin emas. O'shaning uchun mana ikkalasi funksiya bo'lmaydi. Bu ikkalasi funksiya bo'ladi. Ya'ni ikkitasi funksiya. Endi yana bitta narsani e'tibor beringlar. Mana shu yerda o'zi rozigina xato chiqdi. Bu funksiya bo'la olmaydi aylana. Mana shu bo'ladi. Ikkinchi. Juft deb kelgan joyi bor. Juft bo'lsa ham shu juft agar mana bu yerda nechtasi juft bo'ladi desa, juft funksiya bo'ladi desa, faqat bittasi mana shu bo'ladi. Ya'ni juft funksiya bo'lishi uchun y o'qiga nisbatan simmetrik bo'lish kerak. X ning o'rniga -2 ni qo'yganda ham bir xil qiymat, misol uchun 5 deylik, 2 ni qo'yganda ham bir xil qiymat qabul qiladi shunda. Mana bu tomonda. Aylana funksiyaga kirmaydi. Buning javobi A javob bo'ldi. 25-chi ABC'da to'g'ri burchakli uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchak chizib olamiz. B to'g'ri burchak bo'lsa, demak ABC bo'lar ekan. B to'g'ri burchak uchidan AC gipotenuzaga bisektrisa tushirildi. Uning ajratgan kesmalari ilzosida 5 hamda 2 ilzosida 5 ekan. Endi qaranglar, katetlarni AB desam, bizga to'g'ri burchakli uchburchak yuzini topish so'rabdi. Bu nimaga teng bo'ladi? Ya'ni A ning ilzosida 5 ga nisbati teng bo'lishi kerak B ning 2 ilzosida 5 ga nisbati. Bunda ilzosida 5 lar qisqarib ketsa, B barobar 2A bo'ladi. Shunda A kvadrat plus 2A ning kvadrati, ya'ni to'g'ri burchakli uchburchak qo'yadigan bo'lsa, bu ilzosida 5 ning kvadrati. Bundan 5 A kvadrat barobar 45 bo'ladi. A barobar nimaga teng bo'ladi? A barobar 3 ga teng bo'ladi bundan. A kvadrat 9 ga. B barobar shunda 6 ga teng bo'ladi. Endi bizdan yuza so'rabdi. 3 ko'paytirilgan 6 bo'lingan 2 barobar yuzasi 9 ga teng. 26-chi ABC uchburchakning A va B uchlaridan AD va BE bisektrisalar tushirildi. BE va AD bisektrisalar K nuqtada kesishadi. Agar AB 6, AE 4, ES 8 bo'lsa, KDSE to'g'ri 4 burchak yuzini topishimiz kerak. Qaranglar. Bisektrisani xossasidan foydalanib 6 ni 4 ga nisbati
Mana bu BS tomonning 8 ga nisbatini beradi. Shunda BS tomon nimaga teng chiqadi? 12. Qaranglar, uchburchakni bunaqasiga chizib olsam, tomonlari 12 12 dan pasi 6 teng oldi uchburchak-ku, deb tushiramiz. Bu tomon 3 ga teng. Balandligi shunda mana bu h desam, ya'ni uchburchak yuzini topib olmoqchiman. Nimaga teng bo'ladi? 144 ayrilgan 9 bo'ladi o'z ostida. Bu ham 135 ga teng. Buni ham yozadigan bo'lsam 3 o'z ostida 15 ga teng bo'ladi. Ya'ni 9 ko'paytirilgan 15. Shunda balandlik bor. 6 ko'paytirilgan 3 o'z ostida 15. Mahrajda 2 barobar. Uchburchakning umumiy yuzasi 9 o'z ostida 15 ekan. Endi qaranglar. Mana bu 4, bu 6. Bu tomonni 2 3 nisbatda bo'ladi. Mana bu 2x ham bu 3x bo'ladi. Bu nimaga kerak? Mana shu uchburchak yuzini mana bu 2s bo'ladi, bunisi esa 3s bo'ladi. Shu nisbatda bo'ladi, ya'ni 5 bo'ladigan bo'lsa. Endi 5s ku mana shu uchburchak 5s ga teng bo'ladigan bo'lsa, qaranglar, nisbat 4 8 mi? Bu tomon umumiy yuzasi 10s ga teng bo'ladi. 10. Endi biz mana bu tomon bo'yicha qaraydigan bo'lsam, b'dan s degan nisbati 6 ning 12 ga nisbati, ya'ni 2:1 nisbatda bo'ladi. O'zi bs tomon 12 ga teng edi-yu, 2:1 nisbatda bo'lsa, bu tomon 4 ga, bu tomon 8 ga bo'ladi. Mana bu 3s bo'ladigan bo'lsa, bunisi 2s ga teng bo'ladi mana. Ya'ni 6 ning bunga nisbati, buni bunga nisbatini beradi-yu. Bu ham 3 2 nisbatda bo'lganligi uchun mana shuni 3k, 2k deb qo'yaylik. Yuzalari ham shunaqa nisbatda bo'ladi. O'zi jami nimaga teng? Jamisi 15s ga teng bo'lyapti. Uchburchak yuzi 15s ga teng bo'lyapti. 15s deganimiz nimaga teng? 9 o'z ostida 15 ga teng. S barobar 9 o'z ostida 15 taqsim 15 ni beryapti bizda. Mana shu umumiysi 10s edi, to'g'rimi? B mana shu B, Y, S uchburchakniki. Shundan 2s nasam ayirib tashlasam, mana shu 4 burchakning yuzi 8s bo'ladi. Shunda yozamiz S K Y S D 4 burchak yuzi barobar 8s ga teng bo'ladi. Buni ham qisqartirib yuborsam bo'lar ekan. 5 dan 3 o'z ostida 15. Shunda 8 ga ko'paytirganda 24 o'z ostida 15, mahrajda 5 bo'ladi. Qaysi javob ekan shunda? C javobda berilgan ekan. 27-savolda ABCD trapetsiya berilgan, BC hamma tomonlari berilgan. Xullas yuzini topishimiz kerak ekan. Mana shunday balandlik tushiramiz. Bu tomondan ham tushiraman. O'rtasi 7 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Buni x desam, narigi tomoni qaranglar, o'zi ikkalasining yig'indisi 20 ga teng, kubi 20 ayrilgan x ni beradi. Balandliklari ikkalasi bo'yicha ham teng, h bo'ladi. Shunda 12 ning kvadrati ayrilgan x kvadrat teng bo'lishi kerak 16 ning kvadrati ayrilgan 20 minus x ning kvadrati. Bunda ikkalasini bu tomonga o'ttirsam, ya'ni 20 minus x ning kvadrati minus x kvadrat barobar 16 ning kvadrat minus 12 ning kvadrat deb yozib olsam, bu tomonni bajarsam 400 minus 40 x minus plus x kvadrat minus x kvadrat. Bu tomonda ayirmasi yig'indisiga olib kelsam 28 ko'paytirilgan 4 keladi. Endi qaranglar, minus 40x. Mana bu ikkalasi ketdi, minus 40x barobar nimaga teng bo'lyapti? Bu joyida 4 ko'paytirilgan 28 degani ham ko'paytirmasam ham, qaranglar, qisqartirib yuborsam osonroq chiqar ekan. Yoki ayirib keng bo'lsam ham bo'laveradi, farqi yo'q. 4 deb turib 8 ga bo'laveradigan bo'lsam 50 minus 5x barobar 8 ga bo'ladigan bo'lsam 14. 5x barobar 50 dan 14 ni ayiradigan bo'lsam 36
x barobar 36 taqsim 5. Ya'ni 7,5 bu balandligi ekan. Endi bizga nima kerak? Trapetsiyaning yuzi s barobar a plus b taqsim 2 ko'paytirilgan h. H ni topib olamiz. H nimaga teng? X 5 dan 36 bo'lsa, 12 ning kvadrati ayrilgan 5 dan 36 ning kvadrati bo'ladi. Bu h kvadratga teng. Bundan a minus va a plus qilib yozsam, soddaroq chiqishi uchun 12 minus 7,5 dan 1 yoki to'g'ridan to'g'ri ishlab ketsam-chi. Osonroq variant qaranglar. 12 ni kvadratini chiqarib olsam 1 minus 3 taqsim 5 ning kvadrati qoladimi? Ha, shunaqa ekan. 12 ning kvadratidan 12 chiqadi. Hozircha kvadrat deb yozib turaman. Bu yerda 16 taqsim 25 bo'ladi. Albatta ko'paytirilgan. Shunda ilzoladigan bo'lsam, ya'ni h barobar 12 ko'paytirilgan 5 dan 4 bo'lib qoldi mana. Bu ham 5 dan 48 ga teng ekan. 5 dan 48. 5 dan 48 mana shunaqa. Endi a plus b 27 ga 7 ni qo'shamiz 34, 2 ga bo'laman 14. 14 ko'paytirilgan 5 dan 48. Tushundinglarmi? Barobar. Uzr, mana bu yerda adashib ketdim. Ya'ni 34 ni 2 ga bo'lganimizda 17 chiqadi. 14 deb yozyapman. Endi ikkalasini ko'paytirganimizda 816 bo'lingan 5 bo'ladi. Bu ham yozsam 163,5 dan 1 bo'ladi. 5 ga bo'larsam 163,5 dan 1 javob ekan. Buni osonroq usuli ham bor. Qaranglar 27 da. Mana shu trapetsiya. Bu xususiy holatga kelmaydigan holatda mana shunaqa ishlaymiz. Hozir bu kelib turibdi tayyor. Bu tomon 7 ga teng-ku. Mana bu ozgina kattaroq bo'lib ketibdi. Ya'ni mana bu 7 ga teng, 12 ga teng, 16 bu yo'q 27. Qaranglar 12 ni parallel ravishda mana shu yerga ko'chirsam 12 ga teng bo'ladimi? Bu 7 ga teng bo'ladi, parallel dedim 20. Endi bu nimaga kelyapti? To'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lib qoldi shu yerda. Bundan h topganimiz o'sha nimaga teng bo'ladi? Va bir xil bo'ladi. Mana shu yerga joylashtiramiz endi. Agar to'g'ri burchakli uchburchakka kelmasa mana shu usuldan foydalanasizlar. Kelib qoladigan bo'lsa, osonroq varianti mana. 20 ko'paytirilgan h barobar 12 ko'paytirilgan 16 bo'ladi. Shu yerdan h topganimizda buni qisqartirib olsam 4 ga 3 qoladi, bunda 5. Ya'ni 48 taqsim 5. Boya biz ham chiqardik-ku mana h ni. Eng oson qulay usulda mana bu. Yuzasi topganimizda bir xil shu a plus b taqsim 2 ga ko'paytiramiz h va bu o'sha 163,5 dan 1 bo'ladi. Mana bu usulni ham ikkala usulni ham o'rganib qo'yganinglar juda ham foydali bo'ladi. Alfa desam qaranglar, bu ham muntazam bo'lgandek alfa bo'ladi. Bu tomonni beta deb turaman. Shu uchburchakdan 2 alfa plus beta barobar 180 kelib chiqadi. Mana bu uchalasini qo'shganimizdan bu nimaga teng? Betaga teng. Chunki muntazam bo'lgandan keyin hamma burchagi teng bo'ladi. Beta barobar 2 alfa qo'shilgan 120 bo'ladi. O'rniga qo'ysam 4 alfa qo'shilgan 120 barobar 180. Alfa 4 alfa barobar 30. 60 deganim. Alfa barobar 15 ga teng bo'ladi. Endigi masala. Alfa 15 bo'lsa, beta nimaga teng bo'ladi? Buni o'zidan 150 bo'ladi. Endi qaranglar, oson usuli. Mana shuni tashqi burchagini topamiz. Tashqi burchagi bo'lsa 180 dan ayiramiz 30 ni. 150 ni deganim.
30 bo'lar ekan. 360 ni 30 ga bo'lamiz, 12 chiqadi. Shunaqa topsanglar ham bo'ladi yoki mana shu mana bu yerda tushib turamiz. Qaranglar, markaziy burchak bor-ku, mana 150 dan edi-yu, 75 dan bo'ladi mana bular. Chunki bisektrisa bo'ladi, ichki chizgiga aylana bo'lsin, tashqi chizgiga aylana bo'lsin, qarab turinglar. Shunda mana burchak nechaga teng bo'ladi? Markaziy burchagi 30 gradus bo'ladi. Markaziy burchak 30. 360 ni 30 ga bo'lamiz, 12 ta tomoni bo'ladi. Yoki undan ham tashqari yana bitta usulni ko'rib ketamiz. 12 ta tomoni bor. n-2 formula bo'yicha ko'paytirilgan 180 bo'lingan n, ya'ni ichki burchagi. Bitta ichki burchagi 150 bo'lsa, unda ham nimaga teng bo'ladi? Ishlaydigan bo'lsam, ular qisqarib ketadi. Yana 3 ga ham qisqartirib olsam, n-2 6 barobar 5n, bundan ham n barobar 12 ga teng bo'ladi. Mana ikkita usulni ham ko'rdik. Keyingi 29-misolda uchburchak berilgan ekan. Ayol bisektrisa uzunligini topishimiz kerak. Har bitta tomon uzunligini topadigan bo'lsam, qaranglar mana bu 4 AC kesmaning uzunligi nimani beradi? 4 minus 1 ning kvadrati plus 4 minus 3 ning kvadrati. O'z ostida bu ham o'z ostida 10 ga teng bo'ladi. BC tomon uzunligi 5 minus 4 ning kvadrati plus 4 minus 1 ning kvadrati o'z ostida. Bu ham o'z ostida 10 ni berar ekan. Va AB tomon uzunligi 5 minus 1 ning kvadrati minus 1 ning kvadrati plus 3. Bu yerda 1 minus 3 deymiz. 1 minus 3 ning kvadrati desak ham farq yo'q. Mana 16, 4, 20 bo'lar ekan o'z osti. Bu tomon o'z osti 20 ga teng, o'z osti 10, o'z osti 10. Qaranglar, Pifagorga tushdi, demak, mana bu nima bo'ladi? 90 gradus bo'ladi. Bisektrisa xossasi bo'yicha mana buni AB deb tursam, qaranglar. O'z osti 20 ning A ga nisbati teng o'z osti 10 ning B ga nisbatini beradi, ha? Bular ham qisqarib ketsa, A barobar B o'z osti 2 ni berar ekan. B o'z osti 2. Qulayroq variant. Shunda bu B o'z osti 2 mana bu B bo'lsa, B qo'shilgan B o'z osti 2 barobar o'z osti 10 ga teng. Shu yerdan buni topganimda o'z osti 10. Qaranglar, birdaniga, mayli yaxshi. 1 plus o'z osti 2, 1 ni chiqarib oldim. Irratsionaldan qutqarsam o'z osti 10. Bu yerda o'z osti 2 minus 1 keladi. Mahrajda 1 bo'lishligi uchun. Mahraji 1 bo'lib qoldi shunda. Ya'ni irratsionaldan qutqardim. B ni topdim-ku, endi Pifagorga tashlasam, shu yerda AL kesmaning uzunligi deb olamiz. AL kesmaning uzunligi barobar o'z osti 10 ning mana bu to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lib turibdi. Kvadrati mana bu o'z osti deymiz. Qo'shilgan o'z osti 10 o'z osti 2 minus 1 ning kvadratlari barobar 10 qo'shilgan 10 ko'paytirilgan qavs ichida 2 minus 2 o'z osti 2 plus 1. Qavslarni ochaveradigan bo'lsam, o'z osti 40 minus 20 o'z osti 2 kelar ekan. Bu ham B javobda turibdi. 30-misolda muntazam to'rt burchakli piramidaning to'la asirti yuzi asos yuzidan 3 marta katta bo'lsa, muntazam to'rt burchakli piramida chizamiz. Shunaqa chizib turaylik hozircha. Endi qaranglar, tomonni A desam, asosining yuzi A kvadrat bo'ladi, buni bilasizlar.
yon sirtni yuzasi kerak menga. Yon sirtni yuzasi yon tomonga tushirilgan balandlik hamda asosining ko'paytmasining yarmiga teng bo'ladi. Endi qaranglar, 4 ta yonayog'i bor. 4 ko'paytirilgan bitta uchburchakning yuzi. Buni L desam, L ko'paytirilgan A taqsim 2 ni beradi. Bu ham 2L ko'paytirilgan A ni berdi. Endi to'la sirt yuzasi nimaga teng? 2L ko'paytirilgan A qo'shilgan A kvadrat. U aytayaptiki, mana shu 2L S to'la sirt yuzasi teng 3S asos yuziga deyapti. Barobar 3S asos bo'lsa 3A kvadratga teng bo'ladi. Shundan 2A barobar 2A kvadrat bo'ladi. Ikkala A hisobga esa L barobar nimaga teng bo'lib qoldi? A ga teng bo'lib qoldi. Bizdan nimani so'rayapti? Yon yog'i bilan asos tekisligi orasidagi. Mana qora bilan chizsam, markazga tushib turamiz shuni. Mana shu to'g'ri hosil bo'ladi. Endi qarang, mana shu burchakni so'rayapti bizdan alfani. Mana bu bir-biriga teng, to'g'rimi? Bu markazga tushgandan keyin A taqsim 2 ni beradi. Hozir L bilan A bir-biriga nima bo'lib qoldi bizda? Tengligi kelib chiqdi. Shunda alfa burchakka yopishgan katetning gipotenuzaga nisbat. Nimani beradi bu? Kosinus alfani beradi. Kosinus alfa barobar yopishgan katet mana shu L A ga teng bo'lsa A barobar 1 taqsim 2. Shunda alfa teng qachon? 60 gradusda. Buni ham qiymat so'rayotgan bo'lsa, tangens 60 dan nimaga teng bo'ladi? Tangens 60 gradus Celsius 3 ga teng. C javobda. 31. 60 ning natural bo'luvchilari A to'plamda berilgan. B to'plamda 48 ning natural bo'luvchilari berilgan. A va B ning kesishmasining qism to'plam soni. Ya'ni qaranglar, 60 ning bo'luvchilari hamda 48 ning bir xil bo'luvchilari kerak. Umumiy bo'luvchilar. Qism to'plamlar sonini topish uchun A to'plam bilan B to'plamning elementlar soni kerak bo'ladi bizga. Kesishmasining elementlar soni. Ya'ni bu nima degani? Ikkalasining umumiy bo'luvchilar soni kerak. Umumiy bo'luvchilar soni bu birinchi navbatda E kub topiladi. E kubini topamiz. 60 bilan 48 ning E kubi nimaga teng? Bilmaydiganlar uchun maydalab yozib ketamiz joyini. Mana 60 deganimiz 2 ning ikkinchisi ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5, 48 deganimiz bu 2 ning to'rtinchisi ko'paytirilgan 3. E kub topganimizda 12 ga teng bo'ladi. Ya'ni 2 ning ikkinchisi ko'paytirilgan 3. Endi natural bo'luvchilar sonini topamiz. Shuning, ya'ni E kubini natural bo'luvchilar soni bu darajaga birni qo'shib ko'paytirishimiz kerak. Bu nimaga teng bo'ladi? 3 kare 6. Umumiy 6 ta ekan. Endi qism to'plamlar sonini topish uchun buni bilasizlar, elementlar soni 6 ta bo'ladigan bo'lsa, 2 ning 6-chi olinadi, bu ham 64. C javobda. Qaranglar, buni to'xtatib yozib oldim. 1 bilan boshlanganda mana bu yerga boshiga qo'shim kerak 06 ni. 06, ya'ni 106 raqamlari g'inish keladi. Keyingisi 15. Faqat ikkita raqamni ichiga yig'indisi 6 ga teng bo'lishi kerak, mana oxirgi ikkitasi. Chunki 1 ni oldim birinchisi. Shu yerdan nechta son hosil bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. 7 ta son hosil bo'ladi. Keyingisida 6 ta, keyingisida 5 ta, 4 ta, 3 ta, 2 ta, 1 ta hosil bo'ladi. Ya'ni 1 dan 7 gacha bo'lgan qo'shib chiqadigan bo'lsam, bu 7 ko'paytirilgan 8 bo'lingan 2 bo'ladi. Bu ham 28 ta. Umumiy holatlar soni 28 ta ekan jami. Shundan nechtasi juft? Qaranglar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tasi. 16 tasi. Buni ham qisqartiradigan bo'lsam 4 ga 7 dan 4 bo'ladi. Ya'ni D javob. Bundan boshqa usullari ham bor.
Keyingi misolga o'tamiz. Topshiriq 33 dan 35 gacha. Rasmda konus ichiga eng katta hajmli silindr ichkisilgan. Qaranglar, eng katta hajmli silindr ichkisilgan bo'lsa, hozir boshidan shuni boshlab ko'ramiz. Qaranglar mana. Mana bu katta R, bu silindrniki bo'lganda, qaranglar, kichkina R bo'ladi mana. Bunisi kichkina R bo'ladi. Silindrning balandligini h desam, konusning balandligi katta h bo'ladi. Mana bu yer esa katta h minus kichik h ga teng. Qaranglar, radiusi, silindrning radiusining konus radiusiga nisbati barobar h minus h ning nimaga nisbati bo'ladi? Uchburchak h ga nisbati bo'ladi. Shu yerdan kichkina r ni topadigan bo'lsam, r ko'paytirilgan bo'larsam 1 minus h taqsim katta h bo'ldi. Ya'ni silindrniki ham konusga nisbati. Endi bizga eng katta hajmli silindr degani uchun silindrning hajmi nimaga teng? Pi r kvadrat h ga teng, kichik h. Chunki uni kichkina h da oldik boya mana. Endi o'rniga olib kelib qo'yamiz. Ya'ni nimani o'rniga olib kelib qo'yamiz desanglar, r kvadratni o'rniga olib kelib qo'yamiz. V barobar pi ko'paytirilgan. Mana shuni olib kelib qo'yamiz endi. R kvadrat 1 minus h taqsim h ning ham kvadrati ko'paytirilgan h bo'ladi. Mana shuni olib kelib qo'ydim. Endi eng katta hajm bo'lishi uchun bu yerda nima qilamiz? Hosila olamiz. Va uni 0 ga tenglaymiz. Hosila nima bo'yicha olamiz desanglar, h bo'yicha olinadi, chunki silindrning balandligi bu. Shu bo'yicha hosil olganimizda mana buni soddalashtirsam qaranglar, pi r kvadrat h pastga tushadi. Mana h kvadrat chiqarib yubordim. 1 minus h ning kvadrati ko'paytirilgan h. Hozir hosil olamiz-ku, keyin 0 ga tenglaymiz, to'g'rimi? Hosil olib 0 ga tenglagan paytimizda mana bu o'zgarmas son. Buni narigi tomonga bo'lib bersam 0 bo'ladi. Ichkaridagi tenglikdan, ya'ni tushunishingiz uchun buni x deb belgilab olsam, mana 1 minus x ning kvadrati ko'paytirilgan x ning hosilasi bo'lib qoldi. Mana teng yo'l. Bu yerda endi ko'paytma bo'yicha hosil olgan bo'ladi. Qavslarni ochib olganimizda qulayroq minus to'g'ridan to'g'ri ochib ketaman. X minus 2x kvadrat plus x kub hosilasi. 1 minus 4x plus 3x kvadrat barobar 0 ga teng. Bu kvadrat tenglamani yechimi x barobar 1 bilan x barobar 1 taqsim 3 bo'ladi. X barobar 1 olinmaydi. Sababi mana bu silindrning hajmi bilan konusning silindrning balandligi bilan konusning balandligi bir xil bo'lmaydi-yu. O'shaning uchun 1 taqsim 3 olinadi. Bu olinmaydi. Endi shu yerda ozgina xatolashman, qaranglar. Buni bu yoqqa to'g'ri mayli o'chib turaman. Mana shu belgilab hosil olgan paytimizda h dan hosil olganman. Bu yerda ya'ni o'zgaruvchi sifatida h ning katta h ga nisbatini olishimiz kerak edi x deb. Men h ni o'zini olib ketibman. Shu yerda endi bajaramiz. Pi r kvadrat 1 minus x qo'yamiz nisbatiga kvadrati. Mana bu yerga h taqsim h desam, yana bitta ko'paytirilgan h bo'lishi kerak, to'g'rimi? O'sha payti mana buni o'rniga nima qo'yamiz? X qo'yib ketaman. Endi hosil olsam bo'ladi. Hosil olgan paytimizda mana bular o'zgarmas son-ku. Hosil olib 0 ga tenglasam, hozir ko'paytirilgan x. Ular o'zgarmas son bo'lgandan keyin narigi tomonga bo'lib olganimizda baribir 0 bo'lib ketadi.
uchun mana shuni hosili olamizda 0 ga tenglaymiz. Endi bu yerda qavsni ichini ochaman. Hozirgi yechim bilan bir xil bo'ladi yechimi. X minus 2x kvadrat plus x kub. Bunda hosilasi 1 minus 4x plus 3x bo'ladi. 3x kvadrat ya'ni 0. X barobar 1, x barobar 1 taqsim 3 bo'ladi. Hozirgidek 1 taqsim 3 ni olamiz, bu olinmaydi. Sababi ikkalasining balandligi nisbati teng bo'lib qoladi bunda. H ning H ga nisbati 1 taqsim 3 ekan. Shunda H barobar 3 H ga teng. Silindr balandligini mana bu 34 qaraylik. Silindr balandligini konus balandligiga nisbati. Bitta javob ketdi. Bunga javob A bo'ladi, ya'ni 1 taqsim 3. Silindr balandligining konus balandligiga nisbati. Silindr asosiy radiusi konus asosiy radiusiga nisbatini toping. Endi mana bu yerga olib kelib qo'ysam, R taqsim R barobar 3h ku tepada. 3h minus h taqsim 3h. Ya'ni mana buni qo'ydim o'rniga. 2 taqsim nimani beradi? 3. Silindr asosining radiusi R edi kichik, konusniki katta R nisbati 2 taqsim 3 bo'lsa, bunga B javob to'g'ri keladi. Endi silindr hajmini konus hajmiga nisbat. Silindr hajmi nimaga teng edi? V barobar pi R kvadrat h. Silindr asosi bu yerda 35-da silindr hajmining konus hajmiga. Bu silindr, endi konus hajmini yozamiz. Konus hajmi mana teng ochib umumiy yozamiz. 1 taqsim 3 pi R kvadrat, mana bu silindring balandligi edi, h bo'ladi. Bu yerda pi la qisqarib ketadi, 3 tepaga chiqdi. Qaranglar, 3h R kvadrat ku. Mahrajda nima qoldi? R kvadrat katta h. Mana bu ikkalasi qisqarib ketadi. Ikkalasining kvadratlari qoldi. Radiuslar nisbati nima edi? Mana 4 tayyor. 4 ning 9 ga nisbati bo'ladi. Y javob bo'ldi mana. Shunda 33 ga B, 34 ga A, 35 ga Y javob bo'ldi. Foydali bo'lgan bo'lsa, milliy sertifikat imtihoniga topshirmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'yasizlar. Rustambeek o'quv rayi jamoasining tuzgan nimasi bu? Testi, ya'ni o'sha tushganlarning jamlanmasi, ularga rahmat aytamiz. Keyingi qismda o'sha 36 dan boshlab 45 gacha bajarib ko'rsataman. Xudo xohlasa.